Alloh kimning duosini qabul qiladi? Birinchi. Albatta mazlumning duosini qabul qiladi. Albatta qiyin ahvolda bo'lgan odamning duosini qabul qiladi. Butun odamlar yig'ilib duo qildi, yomg'ir so'rab bo'lmadi. Ikkita kichkina qiz Allohim yomg'ir bermagin, yomg'ir bersang qiynalib qolyapmiz. Tomimizdan suv o'tib ketib qolyapti, oyog'imizdan nam o'tib ketib qolyapti. O'zing mehribonsan. Duvdi, Alloh yomg'ir bermadi. Tushundingizmi? Shuning uchun birinchi miskinni og'riqlar ichidagi odamlardi. Balki nohaqliklar ichida qolib ketgan odamlardi. E'tiborsiz tashlab qo'yilgan odamlarni ahvolini so'rash kerak. O'shanda bizga yaxshilik keladi.